Qish kelishi bilan ko'pchilik bir holatni kuzatadi. Devor namlanadi. Ba'zan hatto suv tomchilari ham paydo bo'ladi. Aboy ko'cha boshlaydi. Uydan zax hidi keladi. Burchaklarda qora dog'lar paydo bo'ladi. Bugun bir savolga javob topamiz. Nega yaxshilab tozalasangiz ham mog'or bir necha oydan keyin yana qaytib keladi? Haqiqiy aybdor nima? Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi. Aboyda yelimi yomon ekan, devor sifatsiz qurilgan ekan. Shuning uchun belizni sepishadi, vodorod peroksidini ishlatishadi, devorni bo'yashadi, aboyni almashtirishadi. Ammo bir necha oydan keyin hammasi yana takrorlanadi. Nima uchun? Haqiqiy aybdor havodagi suv bug'i. Biz uni har kuni o'zimiz hosil qilamiz. Choy qaynatganda, ovqat pishirganda, kir quritganda, dush qabul qilganda, hatto nafas olib chiqarganimizda ham har kuni havoga suv bug'i chiqadi. Agar bu bug' uydan chiqib ketmasa, mog'or rivojlanadi. Keling, oddiy tajriba qilamiz. Mana ikkita bir xil shisha banka. Ikkalasiga ham bir xil oddiy suv quyapman. Ikkinchi bankaga muz solamiz. Mana muz bo'laklarini solamiz. Bir necha daqiqadan keyin nima bo'lganini kuzatamiz. Oradan bir necha daqiqa o'tdi. Birinchi banka devorlari quruq. Mana ko'rib turibmiz. Ikkinchi bankaga biz bir necha bo'lak muz tashagandik. Mana ko'rib turibmizki, banka devorlari namlandi. Hattoki mana suv tomchilari paydo bo'ldi va yerga oqib ham tushyapti. Bu suv tomchilari qayerdan paydo bo'ldi? Qarang, muzli banka tashqi tomonida mayda suv tomchilari paydo bo'ldi. Savol tug'iladi. Suv banka ichidan chiqdimi? Yo'q, shisha suv o'tkazmaydi. Demak, suv qayerdan keldi? Javob shuki, havodan. Havoda doimo ko'rinmas suv bug'i bo'ladi. Issiq havo sovuq havoga qaraganda ko'proq suv bug'ini ushlab tura oladi. Muzli bankaning sovuq yuzasiga tekkan havo soviydi. Sovigan havo esa avvalgidek ko'p suv bug'ini ushlab tura olmaydi. Natijada suv bug'ining bir qismi mayda suv tomchilariga aylanadi. Fizikada bu jarayon kondensatsiya deb ataladi. Qishda uyingizning tashqi devori xuddi shu muzli banka kabi muzdek bo'ladi. Siz esa ichkarida choy qaynatasiz, ovqat pishirasiz, kir quritasiz yoki shunchaki nafas olasiz. Issiq havo, nam havo sovuq devorga uriladi, natijada devor terlaydi. Aslida esa devor terlamaydi. Havodagi suv bug'i suv tomchilariga aylanadi. Devor namlanadi. Keyin aboy ko'cha boshlaydi. Bo'yoq shishadi, shtukaturka yemiriladi. Uyda zax hidi paydo bo'ladi. Devor issiqlikni yomonroq ushlaydi. Natijada uyni isitish uchun ko'proq energiya sarflanadi. Agar namlik uzoq saqlansa, mog'or o'sishi uchun qulay sharoit paydo bo'ladi. Xona havosida doimo ko'plab mog'or sporalari bo'ladi. Ular nam devorga borib yopishgach, rivojlanishni boshlaydi. Buning natijasida havodagi mog'or sporalar miqdori ortib ketadi. Nega bunga beparvo qaramaslik kerak? Chunki ayrim odamlarda, ayniqsa allergiyasi, astmasi yoki nafas yo'llari kasalligi borlarda bu sporalar allergik reaksiyalar yoki nafas yo'llari belgilarini kuchaytiradi. Sog'lom odamlarda immun tizimi odatda atrof muhitdagi turli mikroorganizmlar, jumladan mog'or sporalari bilan ham doimiy ravishda to'qnash keladi va ularga qarshi himoya vazifasini bajaradi. Lekin mog'or sporalarining ko'payishi sog'lom odamning ham immun tizimiga ortiqcha yuklama tushirishi mumkin. Savol tug'iladi. Agar mog'or sporalarini butunlay yo'q qilsak-chi? Biz sporalarni yo'q qila olmaymiz. Ular yer yuzining deyarli hamma joylarida uchraydi. Tuproqda ham, havoda ham shamol sporalarni minglab kilometrga tarqatadi. Hatto sahrolarga ham olib boradi. Antarktidada ham zamburug'lar aniqlangan. Xalqaro kosmik stansiyada ham mog'or qayd etilgan. Biz sporalarni yo'q qila olmaymiz, lekin ularning o'sishiga yo'l qo'ymaslik qo'limizdan keladi. Buning uchun esa bitta narsani nazorat qilish kerak, namlikni. Shuning uchun har bir xonadonda bo'lishi kerak bo'lgan foydali qurilmalardan biri gigrometr. Mani uyimda mana gigrometrda ko'rsatishi.
Uy ichida nisbiy namlikni 40-60% saqlashni tavsiya qiladi mutaxassislar. 60% dan nisbiy namlik yuqori bo'lsa, mog'or rivojlanish xavfi ortib ketadi. Mog'or qayerlarni yaxshi ko'radi? Mog'or doimiy namlik bo'lgan joylarni tanlaydi. Masalan, vannaxona, yerto'la, quvur oqadigan devorlar, tashqi devor burchaklari, deraza atroflari, tomdan suv o'tadigan joylar, tashqi devorga zich qo'yilgan katta mebel orqasi. Qishda yana bir odat muammoni kuchaytiradi. Bu kirni uy ichida quritish. Kir qurishi vaqtida havoga ko'p suv bug'i chiqadi. Agar xona yaxshi shamollatilmasa, bu bug' kondensatga aylanadi. Kir quritish jarayonida havoga suv bug'lari chiqadi va sovuq oynada suv tomchilariga aylanadi. Mog'orni qanday yo'qotish mumkin? Ko'pchilik so'raydi, qaysi vosita yaxshi? Beliznami, sirkami, peroksidmi? Javob bitta emas. Hammasi vaziyatga bog'liq. Xlorli vositalar, belizna faqat devor yuzasidagi mog'orni o'ldiradi. Devor ichidagi mog'or ildizlarini bir qismi tirik qoladi. Shu sababli u yana qaytadi. Peroksid oksidlovchi modda. U ayrim yuzalarda mog'orga qarshi yaxshi yordam beradi, lekin u ham chuqur namlangan devor muammosini hal qila olmaydi. Sirka va soda ham ba'zi holatlarda yordamchi vosita bo'lishi mumkin. Paragenerator kimyoviy emas, yuqori harorat ta'siridan foydalaniladi. Fizikaviy usul bu. Issiq bug' ko'plab yuzadagi mog'or va sporalarni kamaytirishga yordam berishi mumkin, lekin u ham mo'jiza emas. Mog'orga qarshi bitta sehrli vosita yo'q. Eng to'g'ri usul avval sababni topish. Nega namlik paydo bo'ldi? Nega devor sovuq? Nega havo aylanishi yomon? Shu savollarga javob topilmasa, eng qimmat tozalash vositasi ham vaqtinchalik natija beradi. Mog'or bilan kurashda muhim qoida shunday: namlik saqlanib qolsa, hech qaysi vosita mog'orni butunlay yenga olmaydi. Shuning uchun kurash 2 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich namlik manbasini bartaraf etish. Ikkinchi bosqich mavjud mog'orni to'g'ri tozalash. Agar mog'or gips karton, abo yoki boshqa g'ovak materiallarga chuqur kirgan bo'lsa, ba'zan zararlangan qismni almashtirish kerak. Agar mog'or katta maydonga tarqalgan bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Xulosa, esingizda bo'lsin. Mog'orga qarshi eng kuchli vosita quruq, yaxshi shamollatilgan uy va namlikni nazorat qilishdir. Xonadagi nisbiy namlikni 60% dan oshirmaslikka harakat qiling. Buning uchun xonani tez-tez shamollating.